Bu oddiy test emas, buni bajara olsangiz, miyangiz haqiqatdan ham kuchli ekan. Demak, miya uchun foydali bo'lgan mashqni birgalikda bajaramiz. Chap qo'limizni okey qilamiz, o'ng qo'limizni bosh barmog'ini bukkan holda, qolgan 4 ta barmog'imizni ochiq holatda qoldiramiz va endilikda barmoqlarimizni almashtiramiz. Ya'ni o'ng qo'limiz okey, chap qo'limiz esa mana bu holatda bo'lishi kerak. Qani? Yana almashtirib ko'ramiz va salgina tezlashtiramiz endi. Agar 5 soniya davomida ushbu mashqni bajara olgan bo'lsangiz, ishonavering, siz aqllisiz. Bajara olmaganlar izohlarda yozib qoldiramiz. To'g'risini ayting, qila oldingizmi yoki miyangiz bug'lanib ketdimi? Albatta do'stlaringizga ham jo'nating va ularni ham sinab ko'ring. Keyingi videolarda xudo xolasa bundan-da yaxshi miya uchun foydali mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz.